O'zim tayyorlab ko'rgan va yeb ko'rganlarim orasidagi eng mazalisi bo'lgan go'shtli pitsa retseptini siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Bir marta bo'lsa ham bu retseptni albatta tayyorlab ko'ring. Iliqqina suvga dro'ja, tuz, shakarni solib yaxshilab eritib, aralashtirib olamiz. Yalangan unni qo'shib olamiz. Qo'lga yopishadigan xamir holatiga kelganda o'simlik yog'ini solib, yaxshilab yedirib, yumshoqni oshirma xamir qorib olamiz. Ustini yopamiz va yarim soat yoki 1 soatga issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshgan xamirni teng 2 zuvalaga bo'lib olamiz. Unni o'rniga manni krupa yordamida yoysangiz, original italyancha pitsa bo'ladi. Har doimgidek chetiga bo'rtkichalar chiqazamiz. Eng birinchi ketchup yoki tomat surtib olamiz. Eng zo'r erib, cho'zilib beradigan pyure milkining sirlarini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Endi esa Food Max'ning tushonka go'shtlaridan terib chiqamiz. Bunchalik mazali va halol tushonka go'shtlarini korzinkadan yoki supermarketdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ustiga yana ayamasdan sirni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Uyingizda bo'lsa oregano sepforsangiz ham bo'ladi. Eng baland gradusda qizib turgan duxovkada 8 daqiqa davomida pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha.